ring. Kim o yer ekan. Alo, mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani tez yurib ekan. Nima? Tez oldimga kel. Mayli, boraveramiz. Xo'sh, mer. Assalomu alaykum, mer. Alaykum assalom. Sen uylanyapsan. Tabriklayman. To'ylar muborak. Ha? Nimaga dadil gapiryapsiz? Nima kimdir keldimi yoki? Ha, kimdir keldi. Xullas, seni bitta maktabda bitta zo'r do'sting bor ekan. O'sha do'sting keldi. Kim ekan? Ismini aytingchi. Ismini ham o'zini ham aytolmayman. Kechirsin, uyiga juda ham ko'p pullarni taklif qilgan uchun men unga aytolmayman. Ismini yoki o'zini aytolmayman. Nima, men kimga uylanyapman? Uylanmayman. Mer, hali meni uylanish niyatim yo'q, chunki men nima desam ekan, youtuberman. Nima farqi bor? Uylanasan, uy o'zim beraman. Kattagina, yaxshigina uy beraman. Xonalari bor bo'ladi, faqatgina 2 xona. Yo'q. Mer, men uylanmayman. Yo'q. Hayolingizga ham keltirmang. Hayolimga keltirib amalga oshirib bo'lganman. Nima? Demak, mana bu yerdagi oq yozuvdagi to'y degan joy mening to'yim. To'g'ri topding. Qani bor, uyga narsani yig'ishtirchi, men shu yerda bo'lib turaman. Mer, men uylanmayman. Yo'q. Hayotda uylanmayman. Shunaqa. Bo'lmasam seni qishloqdan haydayman. Nima? Mayli, uylanaman. Men to'yda bo'laman. Xo'p. Do'stlar, eshitdinglarmi nima degani? Men uylanar ekanman. Do'stlar, tushunyapsizlarmi? Men yosh youtuberman, lekin meni uylantiryapti. Qanday yomonlik bu? Mer, baribir gapidan qolmaydilar, baribir. Qaysi uyni beradi? Savol. To'xtang, ana tepada turgan Jamolmi? To'xtanglarchi, borib ko'raylikchi qanaqadan. Assalomu alaykum. Jamol, senmisan, o'zingmisan? Ha, men giribda seni oldiga keldim. Qizil tomib keldim. Sen uylanasan, to'ylar muborak. Shart emas edi. Shart bor joyga o'tirib ol. Jamol, rost gapiryapsanmi? Ha, rost. Qani bor, hozir ko'rishib boshlanadi. Yo'q, Mer, uylanasan bo'lsa qishloqdan haydanasan. Bittasi tanla. Xo'p, ketdim joyimga. Salom, Asal. Alaykum assalom. Qaniysiz? Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Mana uylantirib qo'ydi. To'ylar muborak. To'ylar muborak. Qiz bo'lib kelibdi. Qo'shni qishloqdan. Kuyov bo'lib kelibdi shu mahalla qishlog'idan. Qanaqa qo'shiq bo'ldi endi bu? Narigi mahalladamiz. Do'stlar, mana uylandim. To'ylar muborak. Oldimdan ketsanglar yaxshi bo'lardi. Do'stlar, kelinni ham olib kelib bo'ldim. Salomasa. Shartnoma kelibsan, yo'lyapman o'zgina. Mana soat ham keldim. Do'stlar, obunachilarim. Xullas, endi nima qilishni bilmayapman. Xotinimdek keldim. Voy, unaqa dema, video ketyapti. YouTube'ga qo'yaman. Yo'q, tashqariga chiqib kelmasam bo'lmaydi. Do'stlar, uyatsiz video bo'lar ekan. Bizda aytdim, do'stlar.
Yo'q. Men endi bir nima qilib ish topishim kerak. Oila endi bilasizlar, oila bo'lishini shu atroflarda ish bo'lishi kerak. Qayerdadir do'stlar, qayerdadir uni qilaman. Ish bor edi va bo'lishi ham kerak. Adashmasam ana endi ish topaman-da do'stlar. Xullas, barchaga xayr do'stlar. Iltimoslardan 100 mintaga harakat qilyapman. Like va obunani bosib qo'yinglar. Barchaga xayr.